Kanada'nın yer şarı xəbərləri tori 5 aprel günü maqala e'lon qilib, Kanadadagi jamoat arbabı, Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dash faoliyatchisi Mehmet To'xtining yillardan beri Xitoyning davlat xalqiga tahdid va besimlarga uchrab kelayotganligini bayon qilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy saqchilari Mehmet To'xti apandiga telefon qilib, "Onang o'ldi, ikki qiz qarindishing o'ldi, aka-inlaring yo'qolib ketdi, tog'ang doktorxonada yotidi" deb tahdid solgan. Bu orqali Mehmet To'xtiga agar qilayotgan siyosiy faoliyatini davomlashtirsang, yana bir navri inangga o'xshash oqibatga qoladi degan uchurni bergan. Mehmet To'xti apandi 2016-yildan boshlab onasi bilan aloqalasha olmagan. Orqadan keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik boshlanganda uning onasi bilan qo'shilib 37 qarindish yo'qolib ketgan. Amerikadagi xalqaro kishilik huquq organi bo'lgan Erkinlik Sarayı 4-oyning 6-kuni doklad e'lon qilib, 2022-yilda chegara halqigan bosirish elib borgan hukumatlar va jinoyatlarning texmi ko'payganligidan ma'lumot bergan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati davlat xalqigan bostirishda birinchi bo'lib, 2014-yildan buyon 253 qatim voqea sodir qilgan. Dunyodagi umumiy bostirish voqealari ichida Xitoyning egidigan nisbati 30% ga yetgan. Bu dokladda dunyodagi ko'plagan hukumatlarning chet eldagi o'qituvchilar yoki boshqa fikrdagilarni zo'ravon va qabih vositalar bilan besib turganligi bayon qilingan. Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Joseph Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ko'rishganda Xitoyning Rossiyaning yinda tura olmaydiganligi va Ukrainaning tinchligiga to'hfa qo'shish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Borrell, ya'ni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hech nimaga erisholmaganligiga qaramay tajovuzchilikni davomlashtirishda ching turayotganligini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Xitoy ziyorati jarayonida ichki davlat fuqarolar aviatsiya sohasida kelishim hosil qilgan. Buningga asosan Yevropa aviatsiya shirkati Airbus Xitoyning Tianjindagi rayoniga yangi qurashtirish liniyasi qo'shish orqali ishlab chiqarish iqtidorini bir qatlaydiganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning Amerikadagi ziyorati jarayonida uning Amerika doiralari bilan bo'lgan aloqasiga murassa qilgan ikki tashkilot va ularning boshqaruvchilariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida aytilishicha, Tsai Ing-wenning ziyorat qilgan aqllar Ambre Hudson instituti va Ronald Reagan kutubxonasining Xitoy, Hong Kong va Makaodagi shaxslar, organlar va universitetlar bilan har qanday shaklda hamkorlik elib berish cheklangan. Amerika Tor bexatarligi va ul asliha bexatarlik idorasining boshlig'i Jin Pastor mundoq dedi: Tor va sun'iy idrok qatorliq sohalarda yangidan gullanayotgan texnikalar 21-asrdagi eng xatarli qurolga aylanishi mumkin.